Assalomu alaykum. Genetikadan tashlangan ba'zi bir testlarimizni ba'zi birlari bor yechimini qilib ko'ramiz va bu har bitta tipdan bittadan bo'ladi. Xo'p, 10-tipni birinchi savoli. Qorako'l qo'ylarida yungning qalin bo'lishi, yupqa bo'lishi ustidan to'liq dominant qiladi. Demak, belgilashga kiritib olaman. Dominanta qalin, resessiya esa yupqa dominant qilar ekan. Heterozigota genotipga ega bo'lgan ikkita organizm chachishtirildi. Mana. Heterozigota genotipga ega organizmlar o'zaro chachishtirilganda avlodda tug'ilishi mumkin qo'ylarning qanchasi yupqa yungli bo'ladi deyapti. Demak, bundan bitta degan bo'lsak, bitta katta, bitta kichkina olamiz. Bundan katta, kichkina. Endi bu gamazigota, bu heterozigota, bu heterozigota, bu gamazigota. Bizga kerakli bo'lgan gen qaysi? Bizga kerakli bo'lgan gen mana bu, genotip. Ya'ni avlodning 4 ta bo'ladigan bo'lsa, 1/4 qismi. Bu 25% bo'ladi. Javob A. Xo'p, keyingi masalaga o'tadigan bo'lsak, 11-savolning birinchisi. 11-tip. Otlarda yungning uzun bo'lishi. Dominanta uzun. Resessiv A. Kalta. Dominant gamazigota genotipli ot. Dominant gamazigota genotip bo'lsa mana bunday ot. Ot resessiv gamazigota genotipli ot bilan chachishtirildi. Resessiv gamazigota bo'lsa mana bunday. Xo'p, chachishtirilgan F1da olingan avlodning necha foizi heterozigotali genotipga ega hisoblanadi deyapti. Ha, bundan F1 chiqadigan bo'lsa, o'zi chiqadi-yu. Demak, hammasi o'zi heterozigota. Demak, 100%. Javob D javob. Xo'p, bunda achamit o'simning mevasining tuxumsimon bo'lishi, yumaloq bo'lishi ustidan to'liq dominant qiladi. Demak, A. Tuxumsimon. Xo'p, tuxumsimon. Xo'p. Yumaloq bo'lishi ustidan kichkina A. Yumaloq. Endi F1da heterozigota genotiplar o'zaro chachishtirilganda, demak heterozigota mana bular. Heterozigotalar chachishtirilganda hosil bo'ladi bizda mana bu organizmlar. Bilamiz buni. Xo'p, endi o'zaro shuncha tuxumsimon o'simliklar olingan. Tuxumsimonlar bular qaysilar? Tuxumsimonlar bizda katta A bor joylar. Mana bu, mana bu, mana bu. Shular 450 ta bo'lgan ekan. Demak, 450 ta uchalasi bo'lsa 150 tadan bo'lgan har biri. Bu 150 ta, bu ham 150 ta. Endi bu resessiv gamazigota ham aniq 150 ta bo'lgan. Xo'p, aytayaptiki, F1da jami o'simliklar soni nechta deyapti? 150 tadan 4 ko'paytirilgan 150 da 4 ta 150 ta bor. Demak, 600 ta bo'lgan. Bu A shartida. B shartida aytayaptiki, ulardan nechtasi gamazigota genotipli. Gamazigota genotipli dominant resessiv demagani uchun buni ham olaveraman, buni ham olaveraman. Gamazigota ikkalasi. 150 ga 150, 2 ko'paytirilgan 150, bu 300 ta. Demak, 600 ga 300. Javob A bo'ladi. Xo'p, 13-tip. Darazakli meva pashtasida qanotlarining kulrang bo'lishi, qora bo'lishi ustidan. Demak, dominant A. Kulrang. Kichkina A esa qora, resessiv. Qora. Dominantli qiladi. Heterozigota genotipga ega organizmlar chachishtirildi. Demak, heterozigotalar o'zaro chachishtirildi deyapti. Chachishtirish natijasida jami shuncha darazaklilar olindi. Bu chachishtirishda bilamiz, mana bu genotipli organizmlar hosil bo'ladi. F 620 ta ekan. 620 ni
bo'laman 4ga. Qanchadan to'g'ri keladi? Xo'p, 1 2 bo'lsa 22 nechida? 5 ta 25 ta. Xo'p, 155 ta bo'lar ekan, ha. 155 ta. Endi shulardan nechtasi dominant genga ega, lekin keyingi avlodda ajralish bermaydi. Ha, dominant genga ega, ajralish bermaydi. Xo'p, dominant genga ega bu dominant, bu ham hammasi dominant genga ega uchalasi. Lekin ajralish beradiganlar bular ajralish beradi, bu beradi. Demak, mana bu dominant gamma zigota ajralish ro'y bermaydi. Demak, 155 tasi ajralish ro'y bermaydi. Bittasi ekanda mana uni o'zi. 155 ta. Bo'ldi, javob A bo'ladi.